Mana do'stlar, mo'ykasi, sushilkasi, gaz pilta, havo tortadigan hamma narsasini sizlarga tayyor holatda qilib qo'yganmiz. Ushbu mebelimiz uzunligi 280, balandligi 230 lik variant bo'ladi. Shu 280 ning yoniga bitta xolodilnik qo'ysanglar, 3,5 metr tomoninglar to'liq holatda bo'ladi. Do'stlar, mebelimizga ishlatilayotgan materiallarimiz fasadiga ham, korpusiga ham rossiyskiy laminat kronashpon zavodniki ishlatilgan. Polkalari 3 etajligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Chekalari PVX kronka, o'zi yopilib qoladigan vakuumlar, mana shkafning ichiga propan ballonlar ham qo'yishib olyapti. Do'stlar, mazza qilib ishlatadigan narsa. Gazli plitani orqasi hech narsa bo'lmaydimi deganlarga devorga yopishadigan kafelni mebelga yopishtirib chiqqanmiz. Mana mo'yka, tarelka teradigan sushilkalarigacha bor. Do'stlar, mebelimizning narxiga keladigan bo'lsak, shu turishi 7 million 300 ming so'mga beramiz. Bu narxning ichida mo'yka, smestitel, sushilka, gaz, vichkalari kiradi. Aka, menga mo'ykasini 4 burchagisiga almashtirib bering desanglar, xuddi shu holati 7 million 600 ming so'm bo'lib qoladi. Dastavkadan tashqari O'zbekiston bo'ylab xohlagan viloyatingizga dastavka qilib beramiz. Shofyorni ham iloji boricha arzonrog'ini topib beramiz. Video tagidagi nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. So'rasanglar xuddi shu mebelda rasmlarini ham tashlab beramiz. Bunda mo'ykasi o'ng tomon turgan bo'lsa, xuddi shuni mo'ykasi chap tomonli varianti ham bor. Bemalol telefon qila olinglar.